Assalamualaikum. Men Tumaris. Men Türkan Ay. Biz sizlarga hozir kitob o'qib beramiz. Hey kichik bolalar, yaxshi anglanglarmi? Otosan, okaeri. Dada, xush kelding. 夜になりました。お父さんたちが帰ってきますよ。 Kech bo'ldi. Dadamlar qaytib keldi. 魚のお父さんはさらさら流れる川を泳いで子供たちのところに帰ってきます。 Bilijonning dadasi suvni uzib bolalarning qishiga qaytib keldi. テントウムシのお父さんはブーンと飛んで倒れた木の下にいる子供たちのところに帰ってきます。 Hanqas quruqning dadasi uchib bolalarning qishiga qaytib keldi ekan. ウサギのお父さんはぴょんぴょん跳ねて木の裏にいる子供たちのところに帰ってきます。 Toshqonning dadasi sehrab bolalarning qishiga qaytib keldi ekan. クモのお父さんも子供たちのところに帰ってきます。 O'yinchiqning dadasiもbolalarning qishiga qaytib keldi ekan. 犬のお父さんも子供たちのところに帰ってきます。 Kichikning dadasiもbolalarning qishiga qaytib keldi ekan. 小鳥のお父さんは虫をくわえて帰ってくると子供たちに歌を歌ってやります。 Qushqashning dadasi quruqni tutib bolalarning qishiga qaytib kelsa, bolalarga naqshi o'qib berdi ekan. カタツムリのお父さんはゆっくりゆっくり這いながら子供たちのところに帰ってきます。 Qulorining dadasi aldirmay bolalarning qishiga qaytib keldi ekan. ライオンのお父さんは一人で暮らしています。だから自分のところに帰ってきます。 Shirning dadasi o'zi yolg'iz turdi ekan. Shunga o'zining uyiga qaytib keldi ekan. 船乗りのお父さんは海から上がり男の子のところに帰ってきます。 Biliqchi dada suvdan chiqib bolalarning qishiga qaytib keldi ekan. お父さん、おかえり。 Dada, xush kelding. Rahmat.